Ildar Shayx Lujishin g'arb xo'jisi deb atılgan jin qassobni 3 mushular urib o'ldirib qo'yib qochgandan keyin buni jin suylarning yeng tekkan eri o'z qo'li bilan Wutayshandagi ibodatxonaga chiqib nima uchun royib qilib qo'ydi. Nima uchun shunday qildi? Ajba bu rastli bu yerda boshqa bir yo'l yo'qmi? Bu odam bu Lujishinning mash taq turqi mijoz xarakterdan buni royib qat'iy mos kelmaydiganligini his qilmasmi? Bu bilan namli asar qiziqadigan do'stlar meni qo'shilib filmni davomli qarsak bu yerda Lujishin jin suylarni hem mertlik hem baturluk bilan qutqizib oldi. Yeni oldi bilan bu qizbolning oldida mertligini chiqarib, pul mol berib, uning hali qarzini to'lab berdi. Dadisi bilan bu yerdan ketishga yo'l hozirlab berdi. Keyindan yana o'z baturluk bilan berib, eliq yotoqdan qutuldirib oldi. Hem bu yerda ochiqda berib, eliq g'arb xo'jisi deb atılgan eliq jin qassobni ushmushlar urib o'ldirib qo'ydi. Endi ma ushmushdiklik baturluk kuch, qizbol bo'lgan bir hissiyotdan kelgan kuchmi qanday? Nima odat o'g'illar mushundaq chog'da bak kuchlanib ketimiz-ku. Sizlarning hayotinglardan bo'lganmi mushundaq bir ashkimosh? Endi bu yerga Ko'l Suvida nomli filmda bu yerga baturlarning baturligi, jangvozligi, qahramonligi asos qilingancha bu yerga bu ishki ishlari ancha yaxshi tasvirlanmagan. Endi lekin men yengsi qarsanglar mana bu yerga Lujishin bilan jin suylarning bu ishlari aniq aks etibdi. Qaysi bir qiz bola mushundaq mer ham batur o'g'illarni yaxshi ko'rmaydi. Qaysi bir o'g'illarni chiroyli qabraq emas, hangising jindozga yada. Endi bu yerga jin suylar dadisi bilan ketgandan keyin bu yerga Lujishin ma'lum bir narsani yo'qotib qo'ygandek bir azoblanda bir ko'ngilning bir yeri biyaram bo'ldi. Endi bu yerdan qaytib menib mangan vaqtning o'zida tasodif bilan bu jin suylarni yana tepib qoldi. Endi bu yerda boshda nihoyat xo'sh bo'ldi. Jin suylarni qaytib topdi. Onunki bu jin suylarni hozir nihoyat baxtli bir xo'shal-xo'ram yashayotgan. Onunki bu yerga baxit bu jin suylarning chiroyiga tepib, texim chiroyli nazokatli bo'lib ketgan kasofat. Endi bu qizning bu yerda boshqa bir odamning odim bo'lib ketganligini, o'zining bunda qarshi bo'lmaydiganligini his qilib, ko'ngli sal yerim bo'ldi. Lekin bu yerga Lujishinning mijozini petga vaqt buni chiroyiga chiqamaydi-ku. Lekin chiroyim qancha chiqamayman degancha shuncha bek chandırıp qo'ymiz. Endi bu jin suylanma o'zining hissiyotida buni oshkorlab qo'ydi. Lujishinga va yel tamoq yanglayotgan, va yel go'sht yapayotgan, yel may chig'layotgan, yel aromalamsizlayotgan ishkilsi buni chandırıp qo'ydi. Bir qarasa chaqmoq chiqib ko'zlardan, yuzlari qizirib, quloqlari is chiqib. Endi buni jin suylarning hozirgi eri buni his qilmasmi? Buni sezib qolmasmi shunday qashqar ishni? Albatta his qilib qoladi. Hem de hesapta bu yerga o'zining hozirgi xotindan burunqi mabit keldi degandek bir ish cho'ma. Hem de bu yerda ochiqda Lujishinni uraydi desa, bunga kuch yetmaydi. O ushmushlar bir odamni o'ldirib qo'ysa, endi jin suylarni uraydi desa, bu aran olgan xotin, ming japadag'am chiroyli xotinni urishga buning qo'li yormaymiz. Endi bu yerga Lujishinni qo'g'lab haydab ataydi desa, endi bu bir xotinning oldidami, Lujishinning oldidami, xalqning oldidami bir nomatlik yaxshi emas bu. Endi kavobni ko'ymaydigan, zixni ko'ymaydigan eng yaxshi chora buni achiq bashada rayibli qilibdi. Bu qo'ymo bu yerga xotinim qaytib qaramaydi. Va xotin degan shior uchun bir mer uzilib qolar Lujishin degan sep qo'ydim deb o'yladi. Shuning uchun qarsang bu yerda o'z qo'li bilan Wutayshanga chiqib royib qilib o'tishdiki sabab mushu. O bitadimki royib qilib qo'ymaydi buni bu yerda. Bu yerdan qochirib o'taydi desa 36 xil yo'l chiqishi mumkin. Filmning uchib ketmaslik uchun birdan haqsiz yuraklar penning uchun qo'l belgisini unutib qolmang. Rahmat.